Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Chin Güzel Ipak Yo'li Sadasi programmasiga qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. O'z navbatida bizning mayirlarimizdan tayyorligimi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga marhamat. Atışımga bargıça ipak yolunu boyladım, sadayım bilen elni hoş qılay dep oyladım. Mana bu at şoğuli Rozacı Abdurrahman bo'ladi. Men güzel kichkindan tortib shu naqshiga tabiiy bek amroq naqsh muzika uchun o'zim shu kichkinda boshlang'ichdan tortib shu kichik endi maktabniki bir faoliyatlari bo'lsa naqsh o'qiydi. Naqshchi bo'lsam deydigan bir kichkindan tortib bir endi orzuyim bor edi. Shuni to'liqsizda san'at maktabga o'qish qabul qilib imtihon oldim. Qabul qilindim bu imtihonga. 2006-yili o'qish bitirdik. Bir san'at indilayotgan cho'qim mishkesda bir kutuq qilma deyotgandan keyin cho'qim mishninga qatnashaman-go, bir natija olaman-go degan yuksak iroda bilan qatnashib qoldim bunga. Aşıqlıq dalasida küzlər sözlüyorsun. Teşkül giyasida küzlər sözlüyorsun. Yükseklik kıyasida küzlər sözlüyorsun. Teşkül giyasida küzlər sözlüyorsun. Yükseklik kıyasida küzler sözlüyorsun.
qiyosida ko'zlar so'zlasin. Assalomu alaykum. Men Otish diyoridan kelgan Ro'zaji Abdurahmon. Hammanglarga o'tliq salom. Ro'zajim, mushu sahnaga mushunchalik astoydil tayyorlik qilganingizni biz oyoqqa qarab o'tirib ko'mabdik-da. To'g'ri. Eshitsin. Erkin ko'ryapti-ku ko'zayniga o'g'andiki. Bunda deyishimda bir artistning mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, sahnaga qadam olmog'i uning uchun o'zi yaxshi ko'radigan kasb uchun nihoyat muhim ish. Men bek ta'sirlandim. Shu Otish naqshlarini tanlashdiki bunda maqsadingiz? Birinchisi endi men o'zim bir Otish diyoridan bo'lgandan keyin o'zimniki Otish naqshlariga bek yuragimdan ishtiyoqim bor. Ikkinchisi bu naqshni bizning ustoz Hoji Muxtar Bo'ra akam tekstini yozib bergan. İcadiyetini men o'zim qilgan naqsh edi. Shunga mesh naqshini ijodiyat haqiqatan chiroyli ekan, tekstni shundoq chiroyli tushgan. Sizga bo'lgan bir tavsiyalarim, Otish xalq naqshlariga yaqin chiqibdi. Bu naqshning puroqlarimi bek chiroyli chiqibdi. Ammo bu naqshningki bir avdisi sizning ovozingizni ifodalaydigan bir qismi azroq kam qolgan yeri shu bizni o'rmaslikka birdan bir sabab bo'lib qoldi. Shuning uchun sizlardan yana bundan keyin musobaqalaringizda mushu jihatda ijodiyatlardan mushu jihatga bir diqqat qilishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Mena bir qo'shim chiqib qo'ydig'im. Yaxshi naqshchilar balkim o'zi naqshni to'g'ri tanlay olmay qolgan sababidan biletga erishamay qolishi mumkin. Lekin bizning tanlaydigan sonimiz to'shmagan ahvol ostida mushunda yaxshi naqshchilar yana qayta sahnaga chiqib qolishi mumkin. Shu vaqtida agar tajribalarni yakunlab biraz o'zimizning alohidligini texmo gavdalantira oladigan naqshlarni tanlashni sal ching tutsanglar. Mushu ovoz nihoyat tatliq ovoz. Otishning naqshlarini to'liq aks ettiradigan ovoz. Hem bunun icadiyet ekanligini biz uqmadik. Nimishqa desa, naq Otishning puroqlari chiqib turyapti-ku, xalq naqshi o'xshaydi deb qolgan gap biz. Mening qo'shimcha qildig'im, yolg'iz unda usullik naqshlar bilan bir cheklanib qolmay, ovozingizning tusi shunda yaxshi ekan fikr. Zil, sirib shunda yaxshi chiqdi. Rengarang naqshlarni bundan keyin fursat bo'lib qolsa Abdulla akangiz degandek xilma-xillashtirsangiz texnik yaxshi bo'lib ketsin. Rahmat. Sizningki mushu Ipak yo'li sadasi programmasiga qanday bir arzu, armonlaringizni, qanday ishtiyoqlaringizni bog'lab keldingiz? O'zimningki ichimdagi hissiyotim bilan shu. Butun xalqim bilan bir o'rtoqlashsam degan umid bilan keldim. Ama birinchi so'rovlar siz balkim sanda bizniki nechalarninki o'lganligini ko'rolmaysiz. Aniq ko'rolmaslik mumkin naqshlar bo'lib. Sizniki ko'nglingizda cho'qim bir son bormi shu sahnaga chiqishdan burun? Qaysi apandim yoki xonimni tanlayman degan bir ko'nglingizdagi sonni uqvasak bo'ladimi? Men o'zim shunda bir tanlash fursati meni qo'llab qolsa, Abdulla akamni, Erkinjon akamni, Mahmud akamni uchun tanlash niyati dedim. Men yuragimdagi gap. Ma'o zixni ko'maydigan, ko'pi ko'maydigan. Yaxshi javob bo'ldi. Keskin, sho'x, yetimlik otish naqshlari ichida o'tgan Ro'zaji o'z aloyidligiga Erkin Abdullaning aloyidligini jo'qib chiqsa, yana bir uslub maydonga keldi. Biz shatlansaqmi, azoblansaqmi naqshaga aytamiz. Shunga diyorimizning hamma yerda san'at gullari ko'pildab yetishib turadi. O'ljidan kelgan bu qiz bizga qanday san'at huzuri bermoqchidir? Ben kichkina so'zlikka bak qiziqman, chunki bizning mo'min buvamning uyi Liz tarafda. Shunga aşağıda kichik
Balla bekçik, onun üstüge men Gul şəhərşidim olğan kin tətil vaxtlarda yezlərə berib oynashni bek yaxşı görətdim. O vaxtlarda şu uyanın balları bekçik, bizani alaylıkın bek çıxışqaq bolğandan kin Qorğas tərəfdəki ballar bilan aşı ötürəbdi bekilqi östənləcik, suçu mıldıgan yerəcik bolğandan kin kichkina ismini bilsəm so'zlashga bek qiziqatdim. Shundaqla meni ota-onam, urug'-tuqqanlarim, do'stlarim bek qo'llaydi. Bu qitimqi İpek Yol Sadasi programmasiga qatnashishimdagi ularning zo'r to'pis deb qarayman. Gerçi bu qitimqi musobaqa qatnashib, birinchi natijaga erishsam-mu 16-ga kirishga tirishman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jiddiylashmang. O'zingizni astroq tinib oling.
Hem de özünüzü tanıştırın. İsmim Gülsümay Məmtimin. Özümün yurtum Qolcudan. Xizmət ornum Ürümçidə. Nima xizmat qilasiz? Mening xizmat o'rnim Ko'shma telegraf idorasida ishlayman. Kasbiy naqshchimiz. Bugun tunji sahnaga chiqishim rostlam. Tunji qatam sahnaga chiqishim bo'lg'achqa bak titrab ketdi. Eskisi yok. Eskisi yok. Hiç efendim ispildinglarmi ki men shundoq uraymi urmaymi deb bek jiddiyleştim. Çünkü sizning ovozingizda izchil aldım, muqimsizlik bor. Lekin men faqat sizning ash hissiyotingizni bek hurmat qilib qoldim. Ashu menga bek arzib qoldi-chi hisobda. Shuning uchun men siz uchun millat tashlab o'rildim. Rahmat. Yaxshi. Sanınız yaxshi, rahmat. Ondan aytib berdingiz. Shuning uchun Nurrisa xonim siz uchun oldi bilan o'rindiq aylantirdi. Nurrisaning o'zining planlari bor. Birsi onalarmi ayollar demamsiz. Shunga ishkilarning ovozi, ishkilarlar ayol kishi bo'lgandan keyin cho'qim bir yerdan chiqadi, yaxshi yetaklab ketadi. Men kendin Erkin efendimi aylantirdi, men bilan tang. Men shunda bir narsani his qildik, hamda Ozarbayjonning naqshini yaxshi aytdingiz. Bu naqshni burun men aytgan. Yana boshqa naqshni yaxshi aytoladi degan ishonch bilan sizga o'rindiq aylantirdik. Bizda hamda bir ishkilanlar Nurnisa xonim bilan ishkilanlar o'xshash rost ayol kishilar. Ayol kishiningki ovoz pardasi o'xshash keldi asosan. Tarbiyaga qulaylik keldi. Bu tarafi bor. Ammo bizmi boshqa taraflardan yana tarbiyalaymiz. Erkin shunda. Endi biz bu yerda o'zingni kichik qo'yinglar. Oxirgi bosqichga kelamdik ya. Qani o'zingiz tanlang. Mening tanlashim Nurrisa Basxalin tanlagan. San'atni tushungan kishi san'atchining qalbini tushunadi. Nurrisa xonim Gulsumayning qalbini tushunadi. Hamda Gulsumayning manzili texmi barkat. Uningga yangi tilaklarni tilaymiz. O'zi yaqinlik bu yigitning ismi Dilshod Qurbon. U Urumchidan keldi. Qarmoqqa u texnik 28 ga kirganda qoladi. Ammo hayot haqiqatlari aks etgan bir lirik kuyni ovozda jaranglatmoqchi. San'atdan sirt men odatda badanchilik turish va futbol o'ynash qatorliq turlarga intayin qiziqman. Oilamdagilar shu san'at yo'lida menishimni intayin qo'llaydi va o'zimmi burundan shu san'atga intayin qiziqdim. Men bu musobaqa qatnashishning asosli sababi bundan burunmi nurg'un musobaqa va san'at kechliklarga qatnashgan. Hamda yana bir qitim o'zimning shu naqsh yetishayotgan va shundaqla universal safarini to'qimi yuqori ko'tarish uchun shu musobaqaga qatnashishni o'ylashdim. Mening bugun bu musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan ishonchim intayin zo'r desakmi bo'ldi. Hamda bundan burun musobaqa qatnashgan tajribalarim bo'lg'achqa mening cho'qim qalbi qilishimga ishonchim kam.
Qachongacha kuyib yonaman O'ldiramsan o'tingda meni Qachongacha kuyib yonaman Odam kerak izlamak kimu Xiridorim biz demak kimu Odam kerak izlamak kimu Xiridorim biz demak kimu O'zim sabab shu dardimni Ko'ringanga so'zlamak kimu O'zim sabab shu dardimni Ko'ringanga so'zlamak kimu Döküp yürgünüm Məlum əməz məndin yüzlərim Nə xiyalğa çüküp yürgünüm Pinhanlarda müküp yürgünüm Məndin göz yaş döküp yürgünüm Məlum əməz məndin yüzlərim Assalomu alaykum. O'zingni desam. Assalomu alaykum, hurmatli apandim xonimlar. Yaxshimisizlar? Ismim Dilshod Qurbonbuldi. Bu yil 28 yosh. Yurtim Urumchidan, kasbim moliya maslahatchisi. Voy esa. Men foydani men aylaman deb nemish qaylanmag'inin o'zim uqdimcha. Pul bilan muomala qiladigan biri. Moliya xodim ekansiz. Nima uchun o'sha musobaqa qatnash istigida bo'ldingiz? Endi men kichigimdan shu naqsh muzikaga intayin erisman edim. Naqsh muzikamga asosliq turtki bo'lgan adam mening bir navri akam bor edi. Burun shu o'zining bir kichik tipdagi bir muzika ataratlari bor edi. Ismini qilishicha bizning uyda bir 4 tarliq bir gitar bor edi. Shu gitar bilan akam bir naqsh aytib bergan bunga. Bu naqsha dal bizning hurmatga sazovor Abdullah Abdurim apandimning Uvalim degan naqshi. Shu naqshni akam menga aytib bergan vaqtida o'zimning muzika jihatda sezimimning borligini shuncha his qilgan. Shu chog'dan boshlab ananikin muzikaga yerisman bo'lib qiziqib o'zim kasbiy muzikada o'qimagan. Hamda bugungi bundaq katta cho'ng so'ringa, cho'ng saynaga qadam tashrib qig'inimga o'zimga shunda xo'sh. Bugun mush naqshni odatdagidek shu sen eng rozi bo'lgandek aytib berdim deb o'yladingmi yo o'zingda azroq bir afsunarlik ishlar bormi?
bugungi ma sayna bugungi ma so'rin man ilgirki qatnashgan musobaqadami bak kattiki shuni tantirab qoldim bizningki siz uchun aylanmasligimiz hargizmi sizning ovozingizningki yaxshi emas deganlik emas sizda ovoz qiyish alomatlari ko'rilganligi uchun shuni sabab tutib qoldik amaliyotda sizning ovozingiz haqiqatan chiroyli ekan men afsuslandim kechiring siz qanday orzu umidlar bilan kelgandingiz asli endi mening bakmu cho'ng orzuyim yo'q endi necha vaqtdan yoqi shu naqsh muzikaga bo'lgan ishtiyoqim intayin kuchli bo'lganligi uchun sizlardek kasbiy odamning oldida o'zimning qanchalik naqsh aytadiganligini bir bilib beqish uchun bir şey chiqdim yaxshi sizga qutlaymiz unda bo'lsa eng oxirida Abdulla Abdirim apandini tanlamsiz yoki Abdulla ko'nglimda gapni bir qilsam bo'ladi bo'ldi qani rahmat tunji bo'lib o'rgangan naqshim dal shu Abdulla Abdirim apandimning uvodim degan naqsi shu chog'dagi plastinkangiz mana shunda esimda shu plastinkani karaoke olati bo'ladi shuni men bak aytdim chiqib bak chiq aytdim demoqchi bo'landim bugungi naqshni qanday tanlagan bugungi naqshim o'zimning ijodiyati yana bir ismi men shu o'zi ijod qilib aytadigan adam yomon hurmatim borchu gitarım chalamsizlar buncha gitar chog'il 7-8 yil bo'ldi siz bilan o'rta xinamni bir chep boqdim bo'ldi oldimizda ko'p vaqtlar bor o'rta xinam nomlab shu muzikamizning flamenco stop emasmi o'zim flamenconi shunday yaxshi ko'raman shu naqshingizga muzikani boshqa muzika qaraganda bakrak o'rgangancha shunga fursatlar bo'ldi shu Abdulla akamniki atirtida bo'lsangiz shu o'xshashlar mening atirtimda Mahmud akamning atirtida bo'lganga o'xshash bu Ipak yo'li sadosining eng cho'ng sizlarga olib keladigan foydasi shu o'zinglarning mashina boya ukamma dedi shu ustozlarlar bilan bevosita uchrashish fursati va o'zinglarning ko'nglingizda bor gapni davoladigan bir sharoit fursat uning ustiga bor talantinglarni ota onalarga urug' tuqqanlarga va bizning shu jamiyatimizga qarindoshlarga bir namoyon qiladigan bir fursat bizning umidimizni yerda qo'ymay texmi yaxshi naqsh yetishini umid qilamiz Mendin ko'z yosh to'kib yurgini ba'zida o'ylamagan fursatlar bizga yangi yo'llarni ichib berdi Ipak yo'li sadosi texi dastlabki yo'l yangi va kang yo'llar Ipak yo'li sadosidan boshlang'ich merhaba yoshlikning bu so'g'isida o'z karomatini ifodalashga jur'at qilgan bu qizning ismi Ramila Amondir bu bizga yaqinlik bir naqsh etib keldi Men odatda kitap ko'rishni beden chatmoqishlarda yaxshi ko'raman mening ortiqchiligim bo'lsa biybilish piano chalu men hit muzika bilan romantik muzikalar yaxshi ko'raman biroq men o'zim tirishib mushqatimdagi musobaqaga yaxshi qatnasham vaqtim o'zimni sinab keldim shuningga jangib qalambi jig'ambi bari meyli Your songs written by the hands of God. Don't get me wrong, 'cause it's my search you are better. But you want the place where all my thoughts go hurting. It's where I find them underneath your clothes. There's an endless story. There's the man I chose. There's my territory.
Ramila Amantur. Bu yıl 17 yaş kirdim, milletim Qirg'iz. Odatda davomli qo'shnilar inglizcha naqsh aytamsiz. Ba'zan vaqtda xonzocha, ba'zan vaqtda inglizcha aytaman. Qirg'izcha-chi? Qirg'izchami oz-oz aytib qo'yaman. İngilizce naqshiga qattiq qiziqansizda sandim. Naqshga qiziqaman. Qanday tilda bo'lsin. Akşine bundaq ravan o'rladingiz, ammo kuyda azroq ezib ketish oldu. Andan keyin ikkinchi qatam pauz tutgan vaqtida kuyning o'zini topolmay qoldingiz. O'zingiz sezdingizmi? Andan oxirlashtirishni yana o'zingiz toza joyida qilamidingiz, a? Ovozingiz to'g'ri jari bo'lmay qoldi, ya. Lekin siz kichikkansiz daha. Sizga fursatlar nurg'un. Biz sizdan nihoyatda zo'r umid kutyapmiz. Siz cho'qim yaxshi naqshchi bo'lib keta olasiz. Qirg'izcha naqshlarnimi, ommabop naqshlar bormi? Musobaqalarga kelgan vaqtingizda eng yaxshisi ana tilingizdagi naqshlarning ommabop uslubdagilarini tanlab aytsangiz, biz sizdan taxim qo'shilamiz. Bu qatam afsus bo'lib qoldi. Kelar qatam yana sizga fursat bor. Qani keling. Tirishchan jur'at yoshlarimiz aman kasbda muvaffaqiyat qozona oladi. Ramila qizning yosh mavsumi texo uzun. Buningga parlaq natijalar yor bo'lsin. Eng yeni Turkiya filmlari. Eng yeni etotlar. Eng yeni MTV naqshlar. Dünya yenilikleri. Şatlan Kino Tori. Şatlan. Voy, kelin Nurshad Raida. Sizning Dilshad Raida'nikidek ovoziniz, chalg'an soziniz, hatto ishlagan filmlaringiz bizga nihoyatda tunishli. Xush kelibsiz. Men odatda naqsh muzika va kino televiziyaga bakrak qiziqman. O'qigan kasbim buning bilan munosabatli. Men Xinjiang san'at instituti kino televiziya teatr fakulteti aktyorlik kasbini tutgan. Men bu programmaga kelishimga sabab onam menga yaxshi bir san'atkor, yaramli bir xalqqa tunilgan, xalq yaxshi ko'radigan bir naqsh bo'lib chiqishimni bek orzu qiladi. Men onamni deb keldim. Albatta, bu mening orzuyim. Men Ipak yo'li sadosi programmasiga zo'r ishonch bilan keldim. Men naqsh aytmoqli uzun bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zliksiz uyda mashqni tashlab qo'yganim. Men cho'qim oldingi 16 ning shikirishga kirishdim.
Assalomu alaykum aziz ustozlar. Mening ismim Nurshad Raidin. Yurtim güzel Börtala diyarıdan. Bu yıl 35 yaş kirdim. Ticaret kasbi bilan shug'ullanyapman. Bizning Dilshod Raidin bilan bir jo'tdan. Kim yaşkanlar? Yine solu be. Vay be. Arasam okşağı kudurma, dörtten başkını hesap kalmadı. Nakşi yetiştirim. Ama avazı Dilshodga o'xshamaydi ki. Sizlar Avazdan o'xshab ketmaydi ekan. Men o'rlanmaslikimningki bir sababini aytmasam, intayin oddiy. Sabab sizningki naqshi o'rlashingizda emas, menda bo'lib qoldi. Siz naqshini intayin puraqliq, nihoyat yaxshi aytdingiz. Men qanday yetakishga ko'zim yetmaganlik uchun shu sababdan o'rlanmay qoldim. Bak yaxshi aytdingiz, rahmat bo'lsin. Asli men boshqa naqsh olib kelgan Abdullah Abdurim akamizningki bolaligimni tayyorlagandim dutovli. Yakkila chiroyli chilib mo'nglik etib chiqib desam, sal oddiy bo'lib qolgandek dutovli esam. Biz oddiy Musta o'ylab qolmoqlar qat'iy oddiy bo'lmaydi juma. Dutta chalalaydiganlar, dutta ashta qilsalar. Shuning bilan ovoz muhtoj. Hayron qoldim. Endi siz bir tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan mushu san'atga bo'lgan bir ishtiyoqingiz bor ekan. Cho'qim ko'nglingizga pukkan orzu armonlaringiz bor. Naqsh etmoqli 5 yil oldi menga. Burun aytdim, mening aloqalarim, do'st birodarlarim hammasi qaysi Nurshad ismen tonilmagani bilan aloqalarim hammasi Naqsh Nurshad deydi. 5 yildek bo'ldi aytmadim naqshini. Shu o'zimning orzulari bor-edi, iqtisod bilan munosabatli bo'lib qoldi orzularim. Shuning bilan tijorat qilib o'zimni chingday deb Shundab bo'ldingizmi? Shundab bo'ldim. Ko'ngil xotirjam ovoz yaxshi chiqibdi-da. Bugun toza yaxshi chiqdi. Hozir endi sizningki shu tijoratni qilib o'zingizni chingdab mushunchalik holatga kelib turibmi? Shu yurakni qilib azroq qilib qolgan o't yilinjab, yana sizni uyg'otib mishaga kelibdi. Shundaqmi? Opam yig'lab men seni tijorat qilib o'qitganman deb. Men 2001-yili Şinjan Sanat Instituti Kino Televiziya Teatr Fakültesining aktyorlik kasbini o'qigan. Shu chiqib men asli emaklar kirdigan kasbiy san'atchi bo'lgan, aktyor bo'lgan sharoitga egitdim. Lekin o'zimning orzulari bo'lib qilib, yana shu iqtisod bilan munosabat qilib. U yaxshi, uni balki qattiq ish. Bizning unda orzularimiz muborak endi. Ummu bo'lib qolar. Ma ish endi qalbda o'chmagan o'tni amal yo'q. Mana o'sha naqshini yaxshi o'rlashning sababi aktyorlikda o'qiganninki, ustoz ko'rganning hech bo'lmasa san'at yig'ida bir tarbiya olganninki foydasi bo'ldi. To'g'ri, Şinjan Sanat Instituti nurg'un yaxshi artistlarni yetishtirib chiqqan bir bog'. Mana misolga Abla bendim o'z aktyorlikda o'qigan. Sizlar uchun yaxshi ustoz bo'la olishga qurbati yetadigan, biz hurmat qiladigan do'stimiz. Tarbiyalayman. Menni tarbiyalayman. Onun da gap yo'q. Onun da gap yo'q. Mening atrofimda endi kuchli qo'shinlar bor, sizga o'xshash, ham yosh. Siz xotirjam mening guruhimga kelsangiz bo'ladi. To'g'ri. Nurisa xonim mana siz o'qigan maktabda naqsh kasbida obdan tarbiyalanib xalqimizning ko'nglidan o'rin olgan yaxshi naqshchimiz, yaxshi ustoz bo'la oladi. Tushunimiz. Uni ustiga teganlar bir jutloq. Sizlardan bo'lgan bilan teganlar sizni bir jutozlik qilib beralar bugun. Bo'ladi. Unda bo'lsa, yo'q, endi undami bo'lib ketsin. Undan bo'lib ketsin. Unda mavi naqshni bek yaman tetimliq aytyaptınız. Yurakka badi hizam. Haqiqatan mush naqsha o'zigimi bak amroqdim. Abdukim akamiz rahmatli bu naqshini shundami bir yezibdiki. Bu naqshini o'zimni aytishga amroq. Ammo bugun ovoz bo'g'ilib ketibdi. Bo'g'ilib qolgan taqdirdimi mushunda aytqanga qaraganda birinchi ovoz ketib qoldi lekin. U shunda bir
o'tib ketdi. Aning keyindan ikki ba'zi naqshchi bolalar bir ovoz ketib qolgandan keyin uduq ketib, xeyli uzungacha ashtadan ketyapti. Bak o'zimni tutib olgan shunday vaqtda xuddi ma Nurshadga o'xshash ikkinchi misradan boshlab o'xshab ketdi. Bu tajriba bo'lgan. Naqshni ko'p aytgan, mush naqshni ko'p aytgan yigitda bu. Men shuni ishonib qoldim. Agar Zukan bo'lmay, ovozi sal uchuq bo'lsa, yana boshqa bir naqshlar almashsimi? O'shanda o'zimizni ko'rsatamiz ya. Chatoq yo'q. 100%. Bo'ldi. Men unditordan ko'rgan bu Ipak yo'li sadosi programmasini. Shu chaqda mening kelishimdagi sababmi bir bog'lovchi bo'lganligi sababidan men kelgandim. Mening 13-14 yosh mazgillarim Abdulla Abdurim akamizniki Surma nomli bir unalg'ili intisvat. Uni siz maqtavyapsiz hozir shunda xuddi tanlash. Maqtavyapsiz dedi. Mening cho'ng olishimga raqobat kuchlik. Lekin men qo'rqmayman. Abdulla Abdurim akamizni tanladim. Bundan yurak kerak. Allah razı olsun. Hamma odam to'xtamay ilm eylashadi. Nurshad Roydimmi Abdulla Abdurim afandidan ko'p ilmlarni o'rgangisi. Texmi ilgari o'tsin. Üzümdek şiirin, karizdek üzülmez turpan saneti, ölmez, kömülmez. Mana turpandan Adil Ahmet Ürümchiga chiqibdi. Degandan keyin bir yildan ingliz tili o'rgandim. Bu jarayonda ingliz tili saviyamizni yuqori ko'tarish uchun bizning ma'lum bizga ingliz tili darslar, ingliz naqsh etishni o'rgatgan. Shundoq o'zim ingliz naqsh etishni o'rgandim. O'zim gitar chalgan bo'lgan ekan, o'rgangan naqshlarni o'zim gitarda chalib chiqarib, shundoq turib, asta-asta o'zim Yevropa uslubidagi naqshlarni yoqtirib qoldim. Hamda hozirgi o'zim yoqtirgan uslubdagi naqshlar yeni to'lg'in usul musiqalari bilan R&B, Yevropa uslubidagi naqshlarni o'zim anglashni ham aytishni yaxshi ko'raman. Qalb qilish ishonchim bor, lekin qalb qilmay qolsammi, men mush sahnaga chiqishning o'zi bir cho'ng g'alaba deb qarayman. I used to sing that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, that I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I sing about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through an open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes a silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know which stars inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just leave it, there's nothing to it.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Hey, I believe I can fly. I believe I can fly. If I just breathe my wings, I can fly. 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 Hey, if I just breathe my wings, I can fly. I can fly. Assalomu alaykum. Kimizdan tanishtirib qo'y. Mening ismim Adil Ahmed. O'zim Turpandan bu yil 24 yoshga kirdim. Kasbingiz? Kasbim men bultur 12 oyda qismim qaytib kelib, o'limchilikka ma'lum bir qo'shliq boshqarish darsida ishlab, u yerdan keyin Turpanniki o'zimning do'stlar bor, shu yerda yana o'zimizning orzu-armonlarni qilish uchun shu yerda bir muzika, ovoz qilish uyini qurib, shu yerda o'zimiz muzika chap. Yaxshi. Tabriklaymiz. Rahmat. Eng oxiridagi ovozni yana so'zalaytingizlar. So'zmi? Men nafsiga qarasam, xeyli uzunga bardoshlik beralaydi-ki. Muzika oz bo'lgandan keyin muzika tuga qolmasin deb. Ketmidi emas, ketdi-ku. Asla hammamizda ketyapti shunda. Lekin biz Erkin apandimdan boshqa uchimiz sen uchun o'rindiq aylandirdik. Ben ko'zim yo'q, anglab tuqamay qolibdim. Men bu shundamki deb o'yladim. Erkin asli bunda bola emas. Sizniki naqshi aytish uslubingiz shu portlab chiqish. Lekin shundoq joyiga akilanishingiz meni bek ta'sirlantiryapti. Shuning uchun men siz uchun kunib gibisi aylandim. Mana shu basket qilsam tanladim. Bu rost. Men kechgacha seni maqtavsam bo'lmaydigini. Keyin musobaqada utib chiqsak, andin el o'zi maqtasin. Uchimizdan birimizni gachil tanla. Mening eng oxirgi tanlashim Nisa xonim. Adil Ahmed bu Nurnisa xonimni ustozlikqa tanlayapti. Bularning hamkorligi qanday bo'lgandi? Cho'qim yaxshi bo'ladi. Muborak bo'lsin. Chunki Nurnisa xonimni bo'sh emasdi. Hisobat sansiferlar ichida yashash, qalbdagi o't hissiyot, san'at sezgirligiga ta'sir qilmasdi.
bank xodimi Roshangul Matrozi xonim bizning sahnimizga qadam tashrif qildi. Qiziqishim bo'lsa, dutorchilik, naqsh o'qish, kitob o'qish qatorliqlar. Men kichikligimdan boshlab shu naqsh muzikaga shunchalik havas qildim. Shu cho'ng-cho'ng sahnalarda shunday bir naqsh o'qish arzum deydi. Mening shu Yipak yo'li sadasi programmasiga qatnashishga asosli sababim shunday bir katta sahnada bir naqsh o'qib chiqib ketgan ishim menga necha million, necha tonna oltinga erishgandimni katta mukofot. Chunki mening oldimda o'tirgan shu baholug'uchi cho'lpon san'atkorlar oltindan qimmatli bebaho go'har. Assalamualaikum, hürmetli efendim, hanım, ustazlar. Aleykümselam. Naq meydandaki aziz görürmenler, ikram aldıdaki aziz tamaşibullar, yaxşımısılar? Ben Kaşkeşi diyarı Xotan'dan geldim. İsmim Roshangul Matrozi. Bu yıl 50 yaş. Çak kımala. Ben çak kılmadım. Ben 1964 yılı 1. ayının 30. günü doğulgan. Barkallah. Benim kasbim bank xodimi, qiziqishim, doktorchilik, naqshi o'qish, har xil millatlarning naqsini anglash ham aytish, mishk o'qish qatorliqlar.
Müşk bakkan qaraganda bag'ri yumshoq qiz bu. O'zimning bag'rimning yumshoqligini bilmayman, lekin mushu aqlimga kelsa men mushkuli bil yetib cho'ng bo'lgan. O'zingizmi qash teshidek bir ayol ekansiz. Qash teshidek shundoq kaygan. O'zingizmi chiroyli. Ovozingizmi tatli ekan. Rahmat. Bugun afsus mushkingiz ekamapsiz-da. Akamidan bunda hayvonda ikki xil ish bor. Ishni baqsa, egisining oqisini mangibgan. Lekin mushk faqat mang'olmaydi. Buni bilib oldim. Qayda qoldi? Ammo u naqshni birisi sizga mushini ayting dedimi yo o'zingiz tanladingizmi? O'zim tanladim. O'zingiz tanladingiz. Odatda siz duttavli naqsh aytma dedingiz boyagi. Nima uchun duttavli bir naqsh aytishni o'ylab baqmadingiz? Duttavlan naqshi aytib baqqan. Uni odatda biz mana yolg'iz o'rindiq qo'yib chep baqmagandikan. Mana sapada azad o'ltirib, shu hem özümü pakavğandikin qo'lam qisqimi qanda. Ma padini tutsam, dutta sidirilib ketamdiki, naqmendanda. O'rin demay qolamannikida. Sensiz aytdim naqshini. Bunimi to'g'ri o'ylabdi Jumol lekin. Bu İpek yolu sadası, naqshlar saynasi bu odatki bir kichik faoliyat emas. Shunda bo'lgandikin duttadi naqsh o'qitdim deb endi sutiga daxli yetib qolmasin deb benzin tayyorlab benzin oldim. Mana naqshingizniki shu tankishini kim chepadi? Meniki akord ovozi. Shavkat Esxon. Shu chaqda asli munidan sal töverek boshlab cheppiring. Men yuqorisini aytma devatgan bo'lsangiz, o'pgan naqshni yana bir yerini aytmay qo'ydingiz-a? Nima qiynalib qolamanmikida. Endi bu odatki kichik naqsh emas bu. Buneliki Arzugul Tursun xonim o'rindaydi bu naqshini. Lekin uningdan boshqa hech qanday odam sahnaga bu naqshini aytib chiqishga jur'at qilolmadi mendan boshqa. Yana men shu naqshning keynini o'rindayamizammi? Yana men jur'at qildim. Jur'atlik shu naqshga nisbatan. Yaxshi. Sizning jur'atingizga barakalloh. Rahmat xonim, rahmat. Mahmud efendim, yani Evcinin bir ketivetken bolsa, bir vakırvetken bolsanız müşkünüzde esneplam. Esli vakırgım vardı. Lekin vakıramay kılışını ensirep, muşu nakşını, untulup ketiş girdabıga berip kalan muşu nakşının, aldıdaki işi kubilit nosunu sahnege bir açık ayı diyen oy bilen. Vay rahmet. Ondan Peki yaxshi gap qildi. Sizga o'xshashmishimda naqshi muzika ustida boshqa kasb bo'lsa-mu izlanib turayotgan, yuragida o't kuyayotgan qarindoshlarimiz bilan bizning san'atimiz avloddan avlodga davomlashib hamda sizni mushu bu tunji qatimki muvaffaqiyatingiz bilan tabriklaymiz, shundaymi? Shunday. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ro'shangul xonim garchi o'zi orzu qilgan natijaga yetolmagan bo'lsa-mu, ammo Ipak yo'li sadosidan iborat mushu katta sahna orqali o'z qarindoshlariga qalb salomini yetkazganligi bilan iqrorlamiz. Ro'shangul xonimning barchamizga xo'shallik olib kelganligiga rahmatimizni bildiramiz. Oq yo'l bo'lsin Ro'shangul xonim. Tangirtog'ning shimolidan bir yigit keldi. Bag'rida cho'g' tog'lardan eshib, yosh yurakdan kuylar to'kildi. Xalqiga san'at nurlarini chechib. Qiziqishim muzika anglash, kitob o'qish, hamda bugungi shu Ipak yo'li sadosiga kelishdagi birdan bir sababim hamda. Men mushta bir Ipak yo'li sadosidagi bir programmani qachon chiqadiganligini saqlagan. Hamda men shu programmani televizordan ko'rgandan keyin yaxshi bir natijaga erishaman deb keldim. Bugungi shu musobaqada men hamda o'zimga ishonchim %100.
Berip senin soğuk melenge Jinim Den yürüdüm denizlerge Berip senin soğuk melenge Jinim Den yürüdüm denizlerge Çıkmadım bu ama aynım kalbinim Görmedim yağdığı yağmur Çıkmadım bu ama aynım kalbinim Görmedim yağdığı yağmur Buranıp geçer Sakladım seni doktoram bir gece Buranıp geçer Sakladım seni doktoram bir gece Otursam melendiki sögen köyde Fakat oldu emramacı Otursam melendiki sögen köyde Fakat oldu Hayran kaldım şu deli çıktı acıvay Sen bunu almazsan şu acılı Hayran kaldım şu deli çıktı acıvay Sen bunu almazsan şu acılı Sakladım seni doktora belki de Boran geçer yağmur geçer Sakladım seni doktora belki de Boran geçer yağmur geçer Sakladım seni doktora Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtiring, ha? İsmim Baxtiyor Sulaymon, yurtim Cho'cha shahrining Toli degan maysidan keldim. Bu yil 24 yosh. Hozir Xinjiang kasbiy universitetida pianino kasbida o'qiyman.
Çöçekte boğalığınız için kiçe degen sizni kiçö dep apında Kazakça qilib, ha? Kichigiden shu yerda billa Kazak qarindoshlarimiz bilan billa cho'ng'ilib, billa o'qib, she'rish. Qatib ketgan yerda Ma'zam Uyg'ur lekin. Qozogcha maktabda o'qigan bizning To'linayimizda xinizchi maktab va qozogcha maktab, Uyg'urcha maktab yo'q. Ko'p tillikda. Ishtarak. Qozogcha naqshin bilamsa? Bilaman. Yolg'iz o'rlab. Qarıqtım kelbetim qiyamin, özüm mildana sıxdım, özünsüz ömürge siyamin, qaşıqtığına qaşıqbım, bir sessiz atbaydı tağım, şıqbaydı gün tağada, ay yüzü arru asıl canım, vakit bu qolsun qoluma, su sezmali boshqa degandek. Men o'ylab qoldim. Agar oqimiz turib mushunaqcha aytgan bo'lsa, cho'qim qozoq bala deb o'ylaydi. Shundaq-ku, ha? To'g'ri. Qani efendim. Ben ko'riblar, cho'qim Kazak qarindoshlarimiz ya G'uljidan keldi, ya Cho'chakdan keldi. Ya Altaydilar deb. Kichik vaqtimda qiziqmayman muzikaga. Mumkin shu yaqinda shu qozoq miltining kumush kumi deb bir programma chiqdi yangi. Shundan qatnashdim, uningdan mental Uyg'urman. Uningdan 8-maydon kelib tushib ketdim. Ya, 8-maydon kiraligan bo'ldi. Shunday yaxshi o'ylab qo'ydim. Rahmat. Ma inimning hozirgi gapidan amma 8-da tushib ketdim dedi-ku. Bu da qayergacha bog'im bor? Budam 8 kirmsak 16 kirib tushib ketsak mayli endi. Ya yaxshi bo'ldi. Kirishsak yaxshi bo'ldi. Rahmat. Qara ukam, endi biz 4 yilimiz sana aylandik. Erkin efendim oxirida chidamay aylanibdi. Erkin akamni bilsa, yaxshi bir ijodiyatchi, yaxshi naqshchi, yaxshi muzikant, atrofliq. Mahmud efendini bilsa, bu kishi ham ijodchi, pianinomi chaladi o'xshash, naqshchi, orkestrga ko'p yo'lliq not yozyapti hozir. Murisa shunday bir lirik, mungluq naqshchimiz, elga tunilgan qizimiz, o'zining atrofida nurg'un yaxshi kuchlar bor. Har xil uslubda sening uslublaringni qondiradigan. Men hammasi uchun gap qilyapman. Men tax o'zim uchun gap qilmadim. Menim bilsa ancha-muncha to'li bo'lsin, shu yerdami, naqsh muzikaga amroq bo'lgandan keyin men bo'lsam o'xshash shunda moda naqshlarga qiziqaman. Amroq o'zim ancha-muncha aytaman. Yaxshi bir o'rtaq ilgirlayli deb meni tanlab qolsang, men qo'lim ko'ksimda musobaqaga tushayli. Rahmat. Sizlarni endi bekla hurmatlaymiz. Endi rahmat. Azir tanlash yo'q menda. Tanlamdim. Aldırma ökkani besibilir da bir pianino çağındek. Mening eng vaqt tanlashim Mahmud. Muborak sizga Baxtiyor Sulayman, ustozingiz ekan Mahmud Sulayman, o'zi shogird Krishjon, ustoz Talabjon, yeni natijalar o'g'loq qoldi.